Charosi profillarda shu videolarni ko'rgandan keyin rosa rabaklinga qiziqishim kuchaydi. Sababi bizning uyda ham shunaqa gilamlarimiz och. Buni ikkita ko'rsatib berganlarida ikkalasida ham mo'yshidi shunaqa zo'r qilib tozalayapti. Bu bo'lsa meni divan kresloyim qizimni sharofatlari bilan shunaqa kir bo'lib ketadi va men buni har doim ruchnoy qo'lda tozalayman. Yomon tarafi keyin divan kreslo 2 kunda quriydi. Rabaklikdan kelib bugun bizaga oddiy pilisos qilganning o'zidagi musorni ko'rib, to'g'risini aytsam, uyimni shunaqa darajada kirligiga o'zim hayron qoldim. Sababi men har kuni uyimni pilisos qilaman va rabaklik kelgan kuni ham hamma uylarimni pilisos qilgan edim. Pilisosdan keyingi holatini ko'rib, suvni kirini ko'rib, to'g'risini aytsam, uyimiz faqat chang va kirdan iboratligini tushunib yetdim. Bizning uyda bolalarimda ham, xo'jayinimda ham allergiya bo'lgani uchun rosa ko'p ertalab apshurishadi. Bu bekorga emas ekan, shu changlarning hisobiga ekan qizlarjonlar. Ko'ryapsizlarmi, qancha musor, qancha chang chiqdi bu gilamimizning o'zidan. Bu hali yuvilmagani oddiy pilisosda shuncha musor chiqdi. Hamma joylarni ishlatsangiz bo'ladi. Nasatkalar juda ko'p. Undan tashqari har xil hidlari bor ekan va men nomidan yozgan qizlarga shunaqa qozon nabor berishadi. Bu nabor o'zi $100 turadi qizlar, lekin men nomidan chiqsangiz sizlarga